Hammaga salom. Men ismim Suhrov va bu SCP jamg'armasi tomonidan kelgan bir xabar. Bu mudhish xabarni sizlarga yetkazib, sizlarni ogohlantirmasam bo'lmasdi. SCP-096, ya'ni uyatchang yigit. Keling bir narsaga aniqlik kiritib olamiz. Ko'zlaringizni yuming va miyangizni tasavvurni uyg'oting. Tasavvur qiling, jag'i osilgan jonsiz ko'zlar va terisi suyagiga yopishib ketgan tana 2 metrcha uzunlikda va shunchaki burchakda o'tirib, ko'zlarini yumib turib, faqat yig'laydi. Qo'rqinchli, ha? Ko'pchilik savol beradi, SCP-096, ya'ni uyatchang yigit nimaga bu ko'rinishda? Xavotir olmang, bu savolni faqatgina siz bermayapsiz. Men bir qahva ustida bunga yechim topishga harakat qildim. Bu SCP-096 Euclid jamoasining yaratib qo'ygan mavjudot edi. Qay darajada omadsiz bo'lishi kerak uning yuziga qarab qo'yish uchun. Ko'p izlanishlar shuni ko'rsatdiki, ko'p odamlar uni ko'ziga qarab qo'yishgan va shunchaki izsiz g'oyib bo'lishgan va hozirgi kungacha topilmagan. Bunga siz qanday qaraysiz? To'g'ri, SCP-096 unchalik xavfli bo'lmasligi mumkin, toki siz uni ko'ziga qaraguningizcha. Shu jumla orqali menga bir hikoya yodimga tushib ketdi. Bir chetki qishloqchada bir tekshiruvchi Everest tog'ini zabt etish maqsadida unga chiqishga harakat qilardi. U o'ziga o'zi doim pichirlardi, xuddi motivatsiya uchun. Ya'ni men hamma erkaklar, hamma Everestga chiqqanlar ichida eng zo'r bo'lishim kerak deb o'ziga doim pichirlab motivatsiya berib kelardi. Va bu voqea sodir bo'lishidan hattoki xayoliga ham kelmagandi. Yo'l-yo'lakay u erkak bir mahalliy kafega kirdi. Bir tovoq osh va bir stakan sut ustida energiya yig'ib oldi. Hamma qishloqdagi odamlarning ko'zi unda edi, ammo ularning ko'zida xursandchilik yo'q edi. Hammasi nimagadir unga jiddiy qarab turishgandi. Bu narsa shuni eslatadi. Bir bola tog'ga chiqib ketayotib, tanasi muzlab qolgan va haligacha shu turishligida qolgan va bu topilmagan. Muhammad Yusuf ismli qariya izlanuvchining yoniga keldi va toshlar orasida haliyam o'liklar borligi haqida, bu xavfliligi haqida aytdi, ammo qiziqqon izlanuvchi bu shunchaki tajribasiz odamlar Everestni zabt etishga urinib ko'rganlari sababli kelib chiqqan muammo ekanligini aytib qariyani lol qoldirdi. Yigitcha tushuntira boshladi. U dunyo bo'ylab ko'p tog'larni zabt etgan. Everest shunchaki unga qizib olish uchungina ekanligini aytdi va erkak Muhammad Yusuf biroz tushkunlikka tushib shuni aytdi. Mayli, sen buni ham qilarsan, ammo tog' mavjudoti bilan yuzma-yuz kelganingdachi, dedi. Bola unga javob berdi. Ya'ni men undan shunchaki tojini so'rayman va Muhammad Yusuf shunchaki turdi va u yerdan ketib qoldi. Xuddi sayohatchiga rahmi kelgandi. Bu voqeadan so'ng qiziqqon sayohatchi o'zi yollagan kvartiraga borib, yotib xayol surardi. U o'zining Everestni zabt etishga bo'lgan orzularini o'ylaganicha uyquga ketdi va nihoyat ertasi kuni u tog'ga chiqdi. U juda ham ko'p qadam bosdi va juda ham balandlikka chiqqandi. U juda ham ko'p harakati bilan yaxshigina balandlikka erishgan edi, taxminan 2000 metrga. Shundan so'ng bu yigitga har bir qo'shimcha metr juda ham qiyindek tuyula boshladi. U juda ham sovuq va nam kiyimni kiyib olgandek o'zini his qilardi. Holbuki unda eng zo'r issiq kiyimlar bor edi.
Shunda erkak Muhammad Yusuf yigitni ogohlantirganini esladi va shunchaki kulib qo'ydi. U tog'ga chiqqan sari charchardi va har bir qadamlari u uchun dahshatli azob berardi. Ammo u boshqalardan ko'ra ko'proq balandlikka chiqqandi, chunki u butun hayoti davomida deyarli har kuni mashq qilardi. Ammo bir qo'rqinchli narsa bor edi. Bir dona xato va sen o'lasan. Yigit har qadamida turli xil jaketlarni ko'rardi. Bular esa shunchaki millionlab odamlar tog'ga chiqish maqsadida vafot etishganini anglatardi. Va yana bir narsa ma'lumki, o'lik tanalar shunchaki ularga belgi edi. Ya'ni sayohatchilar boshqalardan ko'ra ko'proq masofa bosib o'tishganini ko'ramiz. Yigit g'olib bo'ladimi yoki u ham belgi bo'lib qoladimi? Va nihoyat u eplab yana 4-5 mil yurgandan so'ng bir g'orga duch keldi va bu g'or yetarlicha shinam edi. U ovqatlanib oldi va shunchaki bo'rondan saqlanish uchun biroz mizg'ib olishga qaror qildi. U tog'ni tomosha qilardi va yigit shunchaki bir narsani o'ylardi. Unda ikkita imkon bor edi. Birinchisi yo muzlab belgi bo'lib qolish, ikkinchisi tog'ni zabt etish. Lekin u bilmasdiki, unda uchinchi tanlov ham bor edi. Juda yomon. So'ngra u juda ham ko'p metrlarni bosib o'tganidan so'ng charchasiga qaramay qadam bosishda davom etardi. Chunki u bir narsani bilardi, agar hozir taslim bo'lsa, shuncha qilgani bir tenga aylanardi va u muzlagan belgiga aylanib qolishi turgan gap edi. U juda ham ko'p qadam bosdi va nihoyat 1-2 muvaffaqiyatli yurishlardan so'ng u yetib keldi. Ya'ni bu 8000-metr o'lim zonasi deb atalardi. Ko'p insonlar bu yerda nafaslari siqib o'lib qolishgan. Bu yigitni yanada kuchliroq qo'rqitardi. Yigit qolganlarni o'ylardi va ular uchun ham tog'ga chiqishni xohlardi. Cho'qqacha bor yo'g'i 1000 metr qolgandi chamamda va yigit bir narsani his qilardi. Sovuq terigacha o'tib ketayotgandi. Shunda boshqa bir inson ham keldi va yigit o'yladiki, bu ham bir sayohatchi tog'ga chiqish uchun. U oq kurtka kiyib olgan, zamoglarni o'tkazib olgan edi. Uning yuzi yaxshi ko'rinmasdi, chunki u yuziga qora niqob va ko'z oynak taqib olgandi. Yigit qanchalik uning yuzini ko'rishga urinmasin, shunchaki ko'ra olmasdi, ammo uning ko'ziga tikilib turganda shuni angladiki, u boshqa sovuqni his qilmayotgan edi. U shunchaki issiqni va yopiq bir xonada pech yonida yotganini his qilardi. Ammo so'nggi daqiqalarda u bir narsani his qildi. Ya'ni bu shunchaki o'lim nafasi edi. Shunchaki bir odamning ko'ziga qarab o'zini issiq his qilish bu o'limning boshlanishi deb bildi u. Ikkinchi mahalliy inson esa unga yaqinlashib kelayotgandek tuyulardi. Bizni yigit qanchalik qochishga harakat qilmasin, u joyida muzlab qolgandi va hech qayerga qochib keta olmasdi. Shunda jasur yigit oxirida bir narsani sezib qoldi. Uning ko'zlarida vahshiy olov